6 qism. Nigarning Kamal bilan to'y qilganiga mana hash-pash degicha 2 yildan oshgan edi. 2 yildan buyon hech homildor bo'lolmagan Nigar bir haftadan buyon to'liq ko'ngli elishib, beshi qaydigan bo'lib qolgan edi. Buningdan sal gumonlangan Nigar doktorxonaga berib tekshirtib, o'zining homildor ekanligini jazm qildi. Endi uning kuni tug'ilishga boshlagan edi. O'zini xuddi xonishlardek asraydi va kutadi. Har kuni sho'rpa selib ichadi. Paksat bilan faqatli kori yo'q edi. Kunlab oshqasimi xiyoliga kirib qolmaydi. Uning Rustam bo'lsa kupayi edi. Bugun kunga shanba bo'lib, Paksatmi uyda edi. Nigar yana tushlik tomoqqa sho'rpa tayyorlagan edi. U Rustamni yeniga chaqirib, qo'rsiqini to'yg'izgandan keyin dedi: "Bugun tomoq az bo'lib qopti. Rustam ishkimizga aralayapti. Sen non-choy ichib turgan Paksat." Hamma qo'l. Paksat ig'izning uchidala shundoq deb qo'ydi. Garchi u Nigarning niyatini bilib tursa-mu, ortiq so'z qilolmaydi. Aradan yana 1 soat vaqt o'tgandan keyin Rustam Paksatning yoniga chiqib, qap qilishga boshladi. "Do'konga chiqib, menga yeydigan narsa olib bersan. Bo'lmasa opamga meni urdi deyman. Kechda dadamga seni urg'izman. Menga do'konga chiqamiz. Menga qubba Paksat, qubba." Paksatning uning so'zlariga ozroq ochiq kelgan bo'lsa-mu, kichik bola bilan tang turmaslikni o'yladimi qandaq, gap qilg'isi kelmay o'rnidan turib, sirtqa chiqishga tamshalganida Rustam: "Appa, Paksat meni uryapti-da, appa!" deb yig'lashga boshladi. Rustam kichik bo'g'ashqamikin, gap so'zlari degandek aniq emas edi. Bolasining gaplarini to'liq anglay olmagan Nigar varqiradi. "Hay, Paksat degan shom, Rustamni yana nima qilding? U nimishqa yig'laydi? Hali bekor chiqib qoladigan bo'lsam, bo'yningni uzaytiman." Yeydigan narsa yeyma deydi. Do'konga chiqib yig'layotdi shu. Men uni hech narsa qilmadim. Beli so'nib ketgan taxaydek yotqicha, chiqib elib bersang bo'lmadi. Kichik bolani yig'latqicha. Nigar kelini qarab qo'yib, yana so'zini davom qildi. "Qo'pa menga do'konga chiqib, Rustamga o'zining yaxshi ko'radigan narsasini elib ber. Ha, yana kechda Zuvaningga tomoq qiladigan ko'ktab tugatdi. Axturib bilan yumg'oq sut og'ash ket." "Hay, bas, angladingmi gapimni?" Nigar shundoq deb varqiradi. Angladim. Paksat shundoq dedi. Biroq uning yanida pul yo'q edi. Menda pul bo'lmasa, o'zimni setib olamdim deymi? Ajabim bir zerikdim bu jodugadin. Tigibas perxun. Paksat o'z-o'ziga g'o'drab qo'yib mangdi. Rustammi unaga agishib chiqqan edi. Rustam bo'lsa yo'l bo'yi oladigan narsa keraklarini sanab mang'atdi. Paksat bo'lsa yanadagi ishkivan pulga oladigan narsalarning ko'pligidan birda ochiq keladi, birda do'kondor oldida xijolat bo'ladigani esiga kelib, do'konga kirgisi kelmay o'tadi. Ishkivan pul say ko'ktot bilan sening yeydigan narslaring yetmaydi Rustam. Sen kirib opangdan ozroq pul chiqsang, sana ko'p yeydigan narsalarni olib berma. Do'kon oldiga kelishga bir necha qadam qolganda Paksat Rustamga shundoq deydi. "Yo'q, men kirmayman. Pul desam opam tiylaydi. Sen elib chiqa." Rustamning so'zidan Paksatning ochiqi keladi. Shu asnoda Rustamni net shaplaq urvatkisi ham chaynab purkvatkisi kelgan edi. "Menga hey, men qichiray shit." Paksat ichida shundoq deb tillab qo'yib, uni
do'konga elib kirdi. Do'konga kirgan Rustam hamma narsalarni tang tutib yuratdi. Paksatning Fukam bunda qilmag'in. Meni ozroq bo'lsin o'ylab qo'ygan. Ishga qo'y pulga buncha ko'p narsa kelmaydi. deganlarimi Rustamning xiyoliga kelmayotdi. Do'kon xo'jayini Heyit aka Rustamga hali paksatga qarab qo'yatdi-yu, gap qilmay turadi. Bir muncha narsalarni olgan Rustam pul to'lash o'rniga kelib turdi. Paksat oran taslikda aytdi. Jami necha bo'ldi? 10 yuan bo'ldi. dedi Heyit aka. Yenimda oran 2 yuan bor edi. Navbatga qo'shilsangiz, hozir bu 2 yuanni ib turing. Qolgan pulni kechda dadam kelganda elab ib chiqib beray. Paksat qizirib tatirib shundoq dedi. Biroq Heyit akaning qo'pollik bilan bu gapni rad qilib etishini o'ylabmi baxmagan edi. O'zing kimni ahmoq qilib atsa shakichak. Meni kim chaqlab qoldi? Ko'zingga qaranchiqda ko'rinyapamda. Men sen qanday ishonima? Mushu kichik do'kon bilan necha modin foydalab, xotin bolalarimni beqiyotgan odamman. Chiq, do'konimdan chiqib ket. Sendek nimaga sotadigan mol yo'q. Qara tixi, kichik turib yolg'on so'zlarni. dedi Heyit aka varqirab turib. U qarashqila shundoq tari yomon odam edi. Azaldan hech qanday bir odamga nesi mol bermaydi. Mayli qo'shni qo'lim, tunish bilish bo'lsa-mu, hisobotga kelganda qilchi yuz xatir qilmaydi. Bu odamning so'zlariga g'azibi o'rlagan paksatmu eg'iz ochdi. Nimandoq yo'lsiz, qo'pol odamsiz. Baygingiz bo'lmasa bermayman desingizlar bo'ldi-ku. Men yo sizni bekorga bering demisam. Paksat so'zini tugatmasdan Rustam yana xap qilyotdi. İpimizden çıkıp ketmeymen. Şu tapda Paksat Rustamga bakla o'sh bo'lib ketgan edi. Uni urib o'ltirib qo'ysimi dardi chiqmaydigandek qiladi. Paksat yenidagi 2 yuan pulni kuchab yerga otdi va Mushuning kelganni ipga degenicha Rustamning o'ziga esilib olgan qo'lini silkib etib do'kondan chiqib ketdi. Birdamning ichtidala Rustam yeydigan narsalarni ko'tarib chiqdi. Nigar hovlida aptab sinib o'ltirgan bo'lib, Paksatning quruq qo'l kirganini ko'rib, yana varqirashga boshladi. Men sana ko'ktat elib kel degandim-ku. Qani ko'ktat? Pul yetmedi. Yenimda 2 yuan batdi. Rustamning yeydigan narsalarga aral yetdi. dedi Paksat tushuntirib. Yalg'on aytma. Oy, yalg'onchi. Bechoraning rizqiga chang solganing yetmaganda, tayinliq yeydigan narsa elib, o'zing yeb kirgansan. Pul deganni suvdek beryaptimiz. Men tex berib turaman. Dadangdan tex olasan. Shundoq tursimi, yana pul yo'q deysan-a? To'la tishimga tegmay, men chiqib ko'ktatay ket. Bo'lmasa adog'ni yeysan. Yenimda rostli pul yo'q. Rustammi biladi. Yenimdikini onunga berdim. U yeydigan narsa oldi. Bechora Paksat shundoq deb turadi. Nigar birdam turayotgandan keyin yana dedi. Bugun qilganlaring uchun sana jazo beraman. Kiralg'udagi kirni achqib, qo'lingni yo'ysan. Angladingmi? Gapimni anglab kir yo'ysan, kechda dadangga demayman. Bo'lmasa, kechda yana seni do'mbal etaman. Yana tayoq yeyishdan qo'rqqan Paksat asta mangab kirlarni achiqdi va yuyishga boshladi. Bir dova kir uning oldida turadi. Kichikina olqonlar bilan kirni uvlaydi. Dastik suvmi ko'p edi. Supun tutib baxmagan qo'llaridan supunlar serilib tushib ketadi. Kir supunning aks ta'siridan mekin birdamning ichtidala Paksatning qo'llari qizarib ketgan edi. U qizargan qo'llariga va dövi kirlarga qarab qo'yatdi. Bunda o'ltirib, kechkichimi yupilanmayman. Qanday qilsam bo'la? Yumusam tex bo'lmaydi. deydi u ichida. Ko'z chanoqlari yoshga to'lib o'ltirib ketgan Paksat ma'lum bir oyoq tevishining
o'ziga yaqinlab kelganligidan gelini qarab, beshini ko'tarib qaradi. U dal Farida edi. Voy, jinim bola, nima ish qilyapsan? Buncha ko'p kirlarni sen qanday yuyib bo'lasan? Zada nima ish bo'ldi? dedi Farida Paksatning yeniga kelibla. Paksat bo'lgan ahvolni bir boshdan so'zlab berdi. Hamma ishlar qo'liga yetgan Farida faqatla chidab turolmagan edi. Mening yenimga kirsang bo'lmamdi, Paksat. Xalqning oldida bechora bo'lib yurgicha. Qo'y kirni, tura o'rningda. Yuymaysan, dedi. O'yladiki, gap qilgan ovozlarni anglagan Nigar kimdir birining kirganligini bilib, o'ylaga chiqdi. U Faridani ko'rib, qapoqlarini so'zib, Paksatning yeniga keldi. Bu sizni nima qilganingiz? Kichikina bolaga nimishqa bunday qilasiz, Nigar? Siz qanday ana? Mushundaq razilliklarni qilishga yuragingiz qanday dedi? Farida ochiq bilan Nigarga tikilib turib shundaq dedi. Voy, siz nimaga kichaysiz? Mal egasidan o'g'ri kishilik deb sizga nima bo'lib atadi? Paksat, mening bolam. Nimaga buyrug'im kelsa, shuni buyurayman. Mening ishlarimga aralashmang dedim-ku. Aralashmang. Bu degan Paksat bilan ikkimizning ishi. U gap anglamagandan keyin shundaq jazosini tortadi. Buni kim to'salaydi ekan qani? Oldimga chiqsin, dedi Nigar beshamlik bilan. Menga gap qilganda bayqab gap qil, Nigar. Men sening qiynapangning o'rnida odam. Kamalga appaganga xo'sh bo'lib yur. Angladingmi? Xohlasam, hozirla oydishtira olayman. Issit, sening ona bo'lib qolganing. Paksatning Rustamdan narika. Uni nemish qirlaysan? Bilib qo'y, sana xolinib yashaydigan odam yo'q. Necha vaqtdan bo'pti deb gap qilmay yursan, yuvashchaqlab qolganmiding meni? Qo'rsiqingdagi balaning yuzini qilib, sana ortiq gap qilmadim. Biroq ikkinchi qatim yana Paksatga zulm solganingni ko'rib qolsam, baksatlashib qolamiz. Kirni u yumaydi, men yuyaman. Farida jon ochiqida shundaq deb atdi. U kirlarni ko'tarib, o'zining uyiga chiqib ketdi va birdamdala kiralg'udi yuyib, yana Nigarning uyiga chiqib berdi. Paksat ya xo'sh bo'lishni, ya qayg'urishni bilmay turadi. Nigar bo'lsa kechda bir urush chiqarishga tishini bilab o'tiradi. Planlari to'liq tartiblik edi. U kechlik tamoqqa yana polo atdi. Avvalgidekla Paksatga savzalarini ilg'ab usugan edi. Buni ko'rgan Paksat tamoqni yemasdilla oshxona uyiga chiqib qo'yib, o'zi hovliga chiqib o'tirdi. Kech soat 10 dan oshganda Kamal uyga keldi. Shu kechigacha Paksatning o'zini saqlab o'tirganligini ko'rgan Kamal so'radi. Balam, tamoq yedingmi? Buncha kechigacha meni saqlab o'tirgan qaraganda bir agibing bormi qanda? Yo'q, tamoq yemedim. Paksat shundaq deb bo'g'icha Nigar so'z qo'shdi. Vallah, tamoqni yeb bo'ldi. Sen yevagin. Siz nimandaq yolg'onchi ayol? Dadamga yolg'on aytyapsiz-ku. Men hali turib tamoq yedim. Mening saviz bilan xushimning yo'qligini bilib turib, qozondagi butun kuyik savizini menga olibsiz. Shundaq bo'lsa, men qanday yeyman? Men ya hayvon bo'lmasam, oldimga nimkas shuni yeydigan. Dedi Paksat ochiq bilan. Shu bir ig'iz so'zdan keyin Paksatning gadiniga chang qilib bir shaplaq tegdi. Beshi parrida qayib ketgan Paksat beshini ko'tiribla o'ziga qarab turgan Kamalni ko'rdi. Ey, oldingi odam sening nimang? Bu axloqsiz go'y. Sen yolg'onchi ayol degan o ayol sening onang bilamsa? O sana shuncha yaxshi muomala qilyapsimi? Nemishqa urush topsa Paksat deymi? Beshimni nemishqa saqlamaydigansa? Seni xapang zada qachon tugaydi? Ha? Dedi Kamal vaqirab turib. Dada, sen bilmaysan jinim dada. Qasdan shunday qildi. Seni menga o'ch qilish uchun qasdan shunday qilyapti. Paksat jur'atga kelib shundaq dedi. Yettinchi qism.
Jum ig'zingni. Sen to'la mening burnimga chamni tiziman dema. Apangning qilganlarini o'z ko'zim bilan ko'rib turyapman. U sen uchun, seni xush qilish uchun nimalarni qilmadi? dedi Kamal varqirab turib. Dada, sana nim bo'ldi? Endi sen o'zgarib ketding-ku. Seni menga bunda qattiq qo'lliq qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Sen o'ylanaman degan vaqtingda beshimga nima ishlarning kelganligini o'ylab bo'lgandim. Biroq sening bunda qilaringni o'ylamagandim. Paksat titrangu ovozlari bilan shundoq deydi. Ochiqda yoshlari ko'z chanoqlaridan sirg'ab turadi. Yeshini ko'rsatmaslik uchun shuncha tirishgan bo'lsa-mu, biroq amal bo'lmayotadi. Atigan tixi, sen ko'ktat elib kirgin balam deb pul bersam uni xashlab bo'lib yenib kiribsan balam. Bu ikki qat holim bilan o'ltirib qopishim eg'ir kelayotgan mushu kunlarda kirqatlaringlarni vaqtida yuyolmay, hech bo'lmaganda o'zining paypiqini bo'lsin yuyversin deb sopim bilan suvni tayyorlab berib kirib ketsam, Farida opam kirishi bilan meni yomon ko'rsatib datlab, ikkimizni urush qisalding. Yana gap qilmadim. Bo'pti, kichik bo'lgandikin desam, endi tamoq ilg'avatsan. O'ylab baqqin Paksat, dadang pulni oson topamdi. Sen yaratmagan shu sabzining qayerdan kelganligini bilamsan balam. Men shu tamoqni nechilik jafoda qildim. Bunimi o'ylab qo'yg'in. Sen cho'pchongla turib ilg'ab o'ltirsang, sendagi u yomon illatni Rustam o'rganmay qolarmi? Nigar yolg'onnimi qo'shib, bugun butun kun yuz bergan ishlarni birma-bir so'zlayotdi. Men yo'q, opangni xafa qilib, xeyli ishlarni qilibsan, ha? Sening Nigarda zodi nima uchun bor eyma? Ikkinchi bir qitim opangni xafa qilganingni, cho'nglarning orasiga sovuqchilik silib urush tapqiningni anglab qoladigan bo'lsam, bo'yningni uzib bitaman. Angladingmi? Bo'la. Opangdan kechirim so'ra. Uningga hurmatsizlik qilmaysan, gapidan chiqmaysan. Nihalni qanday hurmatlagan bo'lsang, Nigarni mo shunday hurmat qilasan. Angladingmi? dedi Kamal Paksatni qo'rqitib turib. Aslida Paksat dadasini o'zi tarafda turadi deb o'ylab, u so'zlarni qilgan edi. Biroq Kamalning uningga tutgan pozitsiyasi Paksatning Kamalga bo'lgan ishonchisini ham hurmatini yo'qotishga sabab bo'ldi. Kamalning o'zini nazardan saqit qilayotgani uchun dadasiga nafratlanadi. O'zini qanot ostiga olmaganidan, yotlar oldida chatga qoqqanidan ko'ngli shu qadar yerim edi. U o'lib olishni xiyol qilib ketgan edi. Kechirim. Paksat majbur holda Nigardan kechirim so'radi. Bu gapni qilish Paksat uchun bekli ig'ir kelgan edi. Navodi biri kelib, Paksatning jinini olmoq bo'lsa-mu va yoki sababsizla urib olsa-mu, bunda qiyin ahvolda qolmagan, buncha ig'ir kamigan bo'ladi. Lekin Kamalning u gunohsiz holatda Nigardan kechirim so'ratqizishi Paksatning ichiga o'tib ketgan edi. U bu ishni yuragiga muhr qilib besayotgan bo'lib, hargizmi unutolmaydi. Mang, chiqib uxla. Kamalning shu so'zi bilan Paksat chiqib ketdi. Butun kecha yig'lab chiqqan Paksatning ko'zlari ishib, qizarib ketgan edi. Uning beshi portalab ketgidek darajada qattiq lo'qildab og'rib ketayotdi. Nigar uning bu holatiga turib ko'zining quyruqida qarab qo'yatdi. Kamalmo oqshom qilganlarning bir oz chekdan eshib ketganligini his qildimi qandoq? Paksatni yeniga tatdi va oqshom qishlarni unutib ketgan Paksat. Qarasam kecha yig'lab chiqqan o'xshaysa. Ko'zlarim bek ishib ketibdi. Sen bilsa, men seni yaxshi kunga erishtirish uchun, oilamizning xushalligini asli keltirish uchun opangga uylandim. Shunga reallikni qabul qilishing kerak. Bunda urush topsam bo'lmaydi. Sen boshqalar bilan o'rtoqlashishni o'rganishing kerak. Bu dunyodagi hech qanday bir narsa faqat bir odamga taalluq bo'lmaydi. dedi va so'zini yana davom qildi. Yuzini yuvib kelgan bolam. Billa o'ltirib nashta qilaylik. Ko'ngilsizlik vaqtida tugasin. Dada, men Kamal qo'lini ko'tardi. Bo'ldi. O ishlarni amni tilg'amayli.
Hem oylamaylı. Paksat gap söz qilmay yüzünü yuyish uchun turib ketdi. Nashtadan keyin Nigar yenidan 5 yuan pulni chiqarib Paksatga tanglab turib dedi. Chiqib buni xashlab kirgin balam. Paksatning g'o'shida achchiq kelgandek bo'lib dedi. Bo'ldi, rahmat opa. Yenimni pul bor. Kamal ayolidan suyunib, kulib turadi. Biroq uning tulki qiyofatini Paksatdan boshqa hech kim bilmaydi. Nigar har qancha gap qilsa-mu, Paksat pulni olg'ili unmadi. Shuning bilan Nigar pulni Paksatning yeniga qo'yib chiqib ketdi. O'zingcha bu menga qilgan yaxshiliklaring degina sening. Undoq sisiq pulingni o'zing xajla. Dadam meni bo'g'ichi ilib olasa qachon? Sening razil niyatingni kim bilmaydi? Soxtibas, yolg'onchi, makar xotin. Paksat ko'nglida shundoq deb o'tadi. Bu kunlarda Paksat Nigarga ichidan o'sh bo'lib ketayotdi. Har qatam uningga qarag'anida nafrat va achchiq ko'zlarida balqib turadi. Ana shu ishlardan keyin Nigar hadisila Kamalning oldida Paksatga yaxshi muomalada bo'lib, u yo'q vaqtlarda Paksatning diliga to'la azor beradigan bo'lib qolgan edi. Nimali ish bo'lsa Paksatdan ko'radi. Uni shu qadar xorlaydiki, inson hayvonga qilmaydigan ishlarni qiladi. Qarlaydi, tillaydi, uratdi. Kamalga chiqishtirib tayoqqa qo'yadi. Kichikidilla yaxshi bo'lgan oila muhiti va sog'lom psixik holatidan mahrum holda yashagan Paksat bakli jimg'ur ham ishmijaz cho'ng bo'lgan edi. Erkekning dunyoga ko'z ochishida muhabbat yo'q edi. Uningga oshiqlikni o'rgatgan ayoldir degan so'z haqiqatan to'g'ri bo'lsa kerak. Paksat onasidan ayrilib yashagandan buyon bakla parvosiz bo'lib qolgan edi. Mijazi butunlay o'zgarib ketgan edi. Chiroyida kulkidan qilchilik ismi yo'q edi. Har doim nachar kayfiyat va ko'ngilsizlik ichida vaqt o'tkazardi. Bu oz kelgandek Kamal Nigarning kayniga kirib, Paksatni uradigan, odam bar yo'q demay satlaydigan, silkiydigan bo'lib qolgan edi. Shu sababdan mekin Paksatning o'rganishib bo'lgan qiziqishmi kunsiri suslashishga qarab mengotadi. Darslarni burunqidek astoydil anglamaydi. Topshiriq ishlaydigan vaqtni Rustamga qarashga sarf qiladi. Shu talay azoblar, dard hasratlar butun vujudini chirmab olgan bu yetim gohida o'z taqdiri to'g'risida o'ylarga petib qoladi. Go'dakligida nurg'un abjash xayollarni qilib soladi. Bu to'ttam orasida chirib tugishib ketayotgan o'ziga ichi og'rib qoladi. Dadasida yegan shu bir dastakdan keyin Paksatning Kamalga bo'lgan qarashimi boshqacha o'zgargan edi. Shu ishdan keyin Nigarning yezida o'ltirsak, do'konga yiroq gap qiladigan Kamal. Bizmi nayda turaylik? Hamma uning ustiga bizning yaxshi yashash huquqimiz bor. Bu to'p sahrada bizni biri qamab etmagandan keyin bizga yaxshi turmush yarashidi degan so'zi bilan Kamal Noyiga ko'chib ketishni qaror qildi. Amaliyotda Nigar Faridadan qutulmoq uchun shunday qilgan edi. Uka, mushu bir qatam bo'lsa-mu so'zimni anglaga. Nihalning sen uchun aytgan so'zlardan zerikib, bekorda ajrashib ketib, mana endi ot eshakning o'rnida jafoliq ishlasangmi, yo balonga, yo ayolingga yaxshi bo'lmayapsan. Yana Nigarning kayniga kirib, Noyiga ko'chishni qaror qilibsan. Bu ayoldan senga yaxshilik kelmaydi, uka. Hozirgi mushu yezi turmushingni qadrlab jim o'tirsang bo'ladi. Noyiga ko'chsanglar, atugin moda qo'g'lishman deb osmondagi oydin boshqani og'izdi. Sen buningga kunanmaysan. Yana uyda xotin kishi bor desak yo'qdak, yo'q desa badek kunlarni o'tkazishga majbur bo'lasan. Deganni qilmasang urishidi. Elimi Paksatga qilganlar azmi o'qiliqsiz xotinni. Faridaning shundoq yalvurishlari ham nasihatlari kor qilmagan Kamal. Acha, mening turmushimga aralashmaguncha nemishqa Nigarni yomon olasan. U Paksatga shundoq yaxshi qarab atadi-ku. Nihal bo'lsa-mu, uningdan ortiq qilolmaydi.
Mayli nimali bo'lsin, sen hargiz bu haqiqatni o'zgartirmaysan. Nigar o mening ayolim. Nahiyaga ko'chishimiz hech qanday ishni o'zgartirmaydi. Dedi va bir oydan keyin Nahiyaga ko'chib o'ltiraqlashdi. Nigar texmo bek kuchlanib ketib Mundaqcha qilib aytganda, u butun kuchini qo'rsiqidagi tug'ilish oldida turayotgan bolasidan elvatdi. Kamalmo uningga yo'l qo'yatdi. Nemildis qo'shiladi. Ular Nahiyaga kelgandan buyon Paksatga yon bosadigan Faridadan ayrilib qolgan edi. Shundaq o'tayotgan kunlarning birida Paksatning maktabidan ota-onalar yig'ini o'rinlashtirildi. Ota-onalar yig'iniga Nigar baratdi. Uzundan buyon na topshiriq, na o'rganish qilmagan Paksatning yana dumbalanadigan, til anglaydigan vaqti kelgan edi. Albatta, Nigardek fursatparast ayol uchun bu o'rin bo'sh qo'yilsa bo'lmaydi. Tushdan keyinlik ota-onalar yig'iniga to'limi chiroyli yasinib tayyorlik qilgan Nigar Rustamni Paksatga qartib qo'yib ketib qoldi. Ota-onalar yig'ini boshlanib, o'quvchilarning o'qish ahvoli so'zlanyotdi. O'qituvchi so'z qilib, eng oxiri Paksatga kelganda Nigarga boshdan oxir bir qo'r nazar soldi va ko'z ishorasi bilan uni yeniga chaqirdi. Paksat sinfda orqadan sanaganda birinchi o'rinda turdi. Uning o'rganishiga buncha zo'r ta'sir qilgan narsaning nimaligini bilmadim. Biroq bu faqat yaxshi ahvol emas. Biz ona bo'lg'uchilar topgan pulimizni shu yurak barimiz bo'lgan bolalarimizning kelgusi uchun sarf qilmay, kiyim-ko'chak, moda qo'g'ilishga sarf qilib keyingi holimiz xarob bo'lmasmi? Bu deganlik o'z-o'zimizni yo'qotayotganligimizdir. O'zligini yo'qotgan, kundan kunga vayron bo'layotgan, bilib turib, amal chora topmasdan o'zga echinishli ish bo'lmasi kerak. Kitoblari g'ayrib bo'lgan erlari, nadonliqqa qo'l. Ayollarning ruhi to'l bo'ladi deydigan gap bor. Ma'rifdan yiroq odam har qancha boy bo'lsa-mu, ruhiyati gaday bo'ladi. Paksatning o'rganishiga alayda ko'ngil bo'lishinglarni umid qilaman. Topshirmagan topshiriqlar tizimligida uning ismi kunda yoziladi. Maktabga kelib ketish ahvolimi normal emas. Bularga ko'z quloq bo'lishinglarni umid qilaman. Men uning o'qituvchisi, kamchiliklarni deyishim hargizmi sizning beribla uni tanqid qilishingiz uchun emas, balki uningga ko'ngil bo'lgan, zehn sarf qilgan vaqtingizning ko'p bo'lishi uchundir. O'qituvchi Nigarning Paksatga o'z emasligini bilmagachga shundoq dedi. Uning so'zlaridan qattiq ochiq kelgan Nigar chiroyini natcha o'zgartib bo'lgan edi. Lekin u Odulla Paksat menga o'zi emas deyolmaydi. Shundoq degan holatdami o'qituvchining yana bir muncha so'z qilib o'zini to'yg'izib qo'yishni biladi. Nigar tarlab eqib xijilchilikda aran. Ma'qul, bo'ladi. Biz maktabga moslashaylik, debla sinfdan chiqib ketdi. U bir hazagacha bozor cho'giladi. Bozorda yurayotganida tunishqali uzun bo'lmagan bir do'st uchrab qoldi. Yura adash, birdan bozor aylanib tamoq yeylik. Mariyaning shu so'zi bilan Nigar xudini bilmay ayolning orqasidan agishib ketib qolgan edi. Ikkisi shu tariqada soat 6gacha bozorda yurdi. Nigar yenidagi pulni muhashlab bo'lgan edi. Vaqtning xeyli bir yerga berib bo'lganligini his qilgan Mariya Nigar bilan xo'shlashib uyiga qaytdi. Dal shu vaqtda Nigarning uyida tok bilan gaz yo'qligi esiga keldi. Va endi qanday qilaman? Uyda tok bilan gaz yo'q edi. Kamal atigan qoldirib ketgan pulni xashlab bo'ldi. Endi uningga nima deb tushundiraman? Asta, tilab ketamo, men bilan urishamo deganlarni o'ylab sal qo'rqib qolgan edi. Sakkizinchi qism. Nigarning chiroyidagi jiddiylikni ko'rgan Paksat
uningga qarab qo'ydi. Nigar yana Paksatni ahmaq qilib o'yin qo'yishning epida edi. Lekin uning bu aqlsiz kallasiga hech bir ish kelmayotdi. Kamalning uyga kelishiga oz vaqt qolgan edi. U tamoq etish kerak. Lekin say ko'ktatqimi pul yo'q tursa, qanday qiladi? Paksatning o'ziga pat-pat qarab o'tirganligini ko'rgan Nigar yig'ilgan qiyofatda odamning ichi serilg'ida qilib dedi. Voy men, endi qanday qilay Paksat? Jinim qo'zam. Dadangning keldigan vaqti bo'lib qoldi. Bugun kechlik tamoqni qilolmadim. Uning ustiga uyda to'kmi yo'q, gazmi yo'q. Atiga qoldirib ketgan pulni boyada yo'lda kelga tushirib qo'yibdiman. Dadang anglisi meni tillaydi balam. Hem sen mi bilirsen, dükkanın sodisi yaxshi emas. Dadang pul topamayotganda pulni yuturib qo'ydim desam, meni urishda yanmaydi. Endi qanday qilaman? Voy mening bu dodligimni qanday qilaversam bo'lar? Bu dunyoda mendek sho'rpishondan piyani birsi bormidi? U Paksatning oldida heli bu yanga mang'atdi. Paksat uning bu holatiga qarab birda kulgisi kelsa, birda achchig'i keladi. Achchig'i keladi-yu, yana Nigarga ichi og'rib qo'yadi. Chunki uning yoshlari Paksatni ta'sirlantirayotgan edi. Sizga qanday yordam qilaman? Paksatning shu bir eg'iz suolidan Nigarning ko'zlari oftobdek parlab ketdi va yana saxtalik qilishga boshladi. Ağzındaki gap bu Paksat. Men sana shuncha qattiq qo'llik qiladigan tursam, yana nemishqa menga yordam qilg'i deysan? Sening menga qilchiligim iching og'irmaydi. Buni bilaman. Chunki men seni necha qatim tayoqqa qo'ygan. Lekin bu qatim menga yordam qilgan bo'lsang, bu o'tgandan o'tib olishimga yordam qilgan bo'lsang, seni buningdan keyin hargiz urmaydi. Dadangimni cheqishtirmaydi. Dedi Nigar. O'gay opasining bu qilishlaridan ko'ngli texmo erib ketayotgan Paksat aytdi. Sizga qanday yordam kerak bo'lsa, men shuni qilaman. Biroq meni o'maslikqa, yolg'on gap qilib, meni qaralmaslikqa va'da berasiz. Albatta shundoq o'g'lim. Sen va'da beray. Ala bu bashvanni xalqining chiqashla. Yenimga pul kirsa, buningdan ko'p berman balam. Buningdan keyin seni hech narsa qilmayman. Lekin jinim Paksat, seni bu ishga faqatla buyrug'im kelmayotdi. Ko'nglim g'alatil bo'lib ketyotdi. Dedi Nigar hayyorlarcha. Paksat uning bu sehiyligiga ham gap so'zlariga bakla hayron bo'lyotdi. G'alatilik his qilayotgan Paksat. Gap bo'lsa ochiqda bering, lekin bu pulni yiningizga sap qo'ying. Paksat mushu pul sabablik burniga necha qatim suv kirgan bola bo'g'ashqa Nigarning o'ziga bergan pulini rad qildi. Sen mi bilasan qo'zam, bo'p o'tgan ishlarni? Bayatdan dedim-ku, hali dadang kelsa, tok bilan gaz oldigan pulni tokxonaga ketib etib, yo'lda yuturib qo'ydim desangli bo'ladi. Qolgan ishni men o'zim to'g'irlayman. Dedi Nigar yerning tagidan Paksatga qarab qo'yib. Dadam meni o'lsa qanday qilaman? Voy, xotirjam bo'la Paksat, urmaydi. Men seni qo'g'dayman. Sana hech qanday gap kelmaydi. Gapimga ishon. Seni tayoqqa qo'ymayman. Nigar shundoq dedi. Paksatning gap qilmay turganligini ko'rgan Nigar Paksatga ozroq besim va tahdid ishlatmasi bo'lmaydiganligini o'ylab aytdi. Qara Paksat, bugun men ota-onalar yig'iniga berib, sen to'g'riliq nurg'un yomon gaplarni angladim. O'qituvching menga bakla xafa bo'lib ketdi.
davomliq topshiriq ishlamaydiganligingni, maktabga vaqtida bormaydiganligingni aytdi. Navoda men bu gaplarni dadangga desam, u seni nima qiladi? Albatta urudi. Shunga ikkimiz bir kelishim tuzayli. Menmi dadangga demayman. Senmi menga yordam qilgin. Shunda qilsang, bu ish yepiq betib qoladi. Bo'lmasa senmi, menmi dadangning g'azabidan qutlanmaymiz. Yana dumbalnishdan qo'rqib qolgan Paksat ilojsizlik ichida Nigarning taklifini qabul qildi. Ma'qul, bo'ladi. Sizga yordam qilay. Qo'rqma, Paksat. Men-chi seni qo'g'dayman. Menga chiqib o'ynab kirgin. Nigarning so'zidan keyin Paksat uydan chiqdi. Uning yuragi dakki-dukkida edi. Nigarning so'zidan yenvelishini o'ylab, titrak besib ketdi va orqadan: "Voy, men nimalarni o'ylab ketdim? U meni qo'g'dayman deb va'da bergan tursa, qancha bo'lsa-mu va'dasiga vafo qilmay qolmas. Bo'ldilar. Bunday ishlarni o'ylamay" deb o'z-o'ziga tasalli berib qo'yatdi. U Nigarning ahvolini Kamalga tushuntirishni saqlayotgandek uyga atay kechikib kirgan edi. Paksat uyga kirganida bo'lsa, Kamal uni urush uchun tayyor turardi. "Kira uyga. Annangni qo'y. Men seni odam qilamandim. Ita, pulni nega opading? Rost gap qil." Kamal Paksatning qo'liqini so'zib turib, uy ichiga elib kirdi. "Dada, meni kechirgin. Pulni yutirib qo'ydim. İzdeb topolmadim. Yo'lda tushib qolgan o'xshaydi." Paksat qo'rqinish ichida shundoq deydi va Nigarni o'ziga yon besib, ikki eg'iz yaxshi gap qilib qo'yarmikin deb o'ylab, uningga yalvurish nazarda qaradi. "Yutirib qo'ydim degan qandoq gap bu? Ha? Nada yo'qotdi?" dedi Kamal Paksatning ko'zlariga qarab turib. "To'qog'il ketib yetib, yo'lda tushirib qo'ygan o'xshaymi? To'qxonaga berib yanchiqimni aqtirsam pul yo'q turadi. Shuning bilan to'q ololmay qaytib keldim." "Yolg'on aytma. Pul tushib qolsa, qaramay mang'uda kichik bola bo'lmasang sen. Esi sezindigan narsa hammarimni bag'u. 20 qo'y bo'lsa-ku bo'pti desam, pul topmoqning tasdigida 200 yuanni yo'qotdingmi? Ya'ni kelib yo'lda tushib qopti deysa. Bu so'zingga meni ishonadi deb o'ylamsan? Ha? Mush yolg'onlaring bilan meni oldirmoqchimisan?" Kamalning ochiqda chiroylari qardab tatrib ketayotdi. Nigar bo'lsa bir chetda gap qilmay turardi. "Dada, men yolg'on aytmadim." "Ha? Amisi qandoq bo'lib? Ha? Qandoq bo'lib tushirib qo'yding?" O'g'il bola deganni kichikidan tartibla ching tutib bosh ko'rmasa, cho'ng bo'lganda yaxshi odam qig'il bo'lmaydi degan qaloq idiya Kamalning kallasiga burundan singib ketgan bu g'ashqa bola bosh ko'rishning birdan bir usuli urush, tillash, qo'rqitish deb o'ylaydi. Shu sababdan mekin Paksat ochiqini keltirib qo'ysala, Kamal uning har qanday gapiga quloq solmaydi. Paksat ming ras aytsa-mu, dadasining ishonmaydiganligidan ajablanib ketmaydi. Chunki u buningga ko'nik edi. Biroq Nigarning mono so'zlari Paksatning ichiga bakla o'tib ketdi va hayronlikdan ig'isini tutib, hang-tang qolgan edi. Umumanga shundaq deb yolg'on aytgan edi. Sen boshqa gapni qo'yib, hozirgacha sirtda nima ish qilding deb so'rab baqina Kamal bu balangdan. Qara kiyimlariga. Rustammi buningdan pokiz yuraydi. Uning adibini sen bilmasan, uni men odam qilib bo'lamadim. Menga texi bir chiroyli so'z yo'q. Davomli silkaydi, ham tang turadi. Bu az kelgandak Rustamni tex patqusmaydi. Hadisini urib oladi, yig'latib oladi. Senmi bilasan, bugun otanglar yig'ini ochdi. Aslida u yerga men emas o'zing basing bo'pti-kan. Shunchalar ko'p otaning oldida aqlimga so'zim qolmadi. Nomusda yerga kirib ketgan tasli qoldi. Hamma fan o'qituvchilari menga xafa bo'lib qaqshab ketdi. Maktabga berib kelish ahvoli texi normal emaskan. Topshiriq, o'rganish degan narsalardan asla ig'zash qilib bo'lmaydi-kan.
Shu so'zlarni anglayotgandagi hissiyotimni sen hargiz his qilmaysan. Dardimni bir o'zim bilaman. Elimo bu ikki qat holim bilan aran o'ltirdim. Bu so'zlardan qattiq ochiqlangan Kamal tasmasini elibla. Sen go'yini bir adablimizsam, odam bo'lmay ketay. Degenicha Paksatni tasma bilan urishga boshladi. Tasma tekkan belaklari shu vaqtda qizirib, ko'kirib ketgan edi. U varqiraydi, yig'laydi. Dadam, mana shengin men qilmadim. Men rostlik qilmadim. Yolg'on aytma. Sen qilmasan kim qiladi? Menga shundoq yog'inga qilib olding-ku. Opam meni shundoq etsang, dadang seni urmaydi. Men seni qo'dayman deganti. Dada, menga shengin. Men nimishqa bunday qilganman. Meni urmagin. Men qilmadim. Paksat imkoniyatning baricha yig'lab turib bo'lgan ahvollarni qayta-qaytalab aynan Kamalga tushundirgan bo'lsa-mu, Nigar o'zini aqlaydi. Siz nimandiq betniyat ayol? Menga nimishqa qara chaplaysiz? Yolg'onning hammani o'zingiz to'qib turib, yana menga adovatsizgu. Rost gap qiling. Seni aqlayman degandingiz-ku. Qo'rqma, yoningda men bor degandingiz-ku. La'nat bo'lsin. Eski sizga. Men nima desam undaq dedim. Men ya kichik bola bo'lmasam, sen bilan kelishib o'ynag'ili. Ish tugitib bo'lmay bo'lsam, nima deydi bu bola? Paksat mana mushu vaqtda o'zining ahmoq qilinganligini ham aldanganligini bilib yetgan edi. Nigar Kamalning oldida Paksatga shundoq yaxshi muomala qilib, yaxshichaq bo'ladigan tursa, uning bu ishda saxtalik qilganligiga Kamalning ishongisi kelmaydi, ham ishonmaydi. Chunki u Nigarni bundaq razillikdan yiroq deb o'ylaydi. Nigar Paksatning tayoq yeyotganligiga qarab turadi. Kamal qo'llari telib ketganga qadar Paksatni tasmaladi. Shu tapda Paksatning Nigarni chaynab purkivatgisi kelyotdi. G'azvi tashqanlikdan hatto badanlaridagi og'riqlarni sezmayotdi. To'g'risini qilib aytganda, Paksatning yurak yaralarining oldida bu tayoq, bu yaralar hech qancha ish emas edi. Kamal bu yiligar jaddalga ayni shundoq qarg'ilachi ishinadi. Buningdagi birdan bir sabab dal Nigarning Paksatga bo'lgan saxta ko'rinishlarida edi. U Paksatni Nigarni o'z ko'rishi uchun majburlaydi. Kamal herib qoldi bo'g'ay, to'xtab qoldi va birdam turayotgandan keyin Nigarni ko'rsatib turib dedi. Onun kimligini bilamsa Paksat. Oldingda turgan bu ayol zodi kim? O sening niman? Albatta bilaman. O'gay opam. Dedi Paksat. Nigarni opa degisi bo'lmasa-mu, yana tayoq yeyishdan qo'rqqan edi. Paksatning yuragi ana shundoq mo'jolib ketgan edi. Bu degining faqatli qamlashmadi. O'gay opam emas, opam deyishing kerak. Hatto uni o'z opangdanmi chora ko'rishing kerak. U sen uchun nimalarni qilmadi? Paksat, buni o'ylab boqqin. Azroq aqling bo'lsa, his qila olaysan. Xatolikni boshqalarga ortishdan burun o'zimizni dangsab beqishimiz kerak. U nemish qilsanga yomonlik qilgudak. U seni nemish qarilgudak. Beka o'ltirsanglar pul berib olsa, köyinib, ko'ngli bilib, oshtamoqlaringni etib olsa, kirqatlaringni yuvib olsa, yana nemishqa ap o'tmaysa deyman. Kamal yuqori ovozda shundoq dedi. Kamalning so'zlaridan hech bir echinishlik ma'no chiqmasa-mu, Paksat Nihalni aslab qoldi bo'g'ay, o'ksib yig'lab ketdi. U tuvan ovozda aytdi. Shundoq. O'gay opam qilganning birisini-mi o'z opam menga qilib boqmagandi. O'gay opam haqiqatan o'z opamning qilib boqmaganlarini qildi. Voy jan, voy qo'rsiqim og'rib ketyapti Kamal.
Vaycan. Vay. Men bo'lolmadim. Nigarning tuyuqsizla qo'rsiqini tutib shundoq deb varqirishi bilan Kamal qo'rqib ketdi. Tezden doktorxonaga telefon urg'in. Men bo'lolmadim. Qo'rsiqim beyli og'rib ketdi. Nigar terlab pishib ketgan edi. 9 oy, 9 kun qo'rsoq ko'targan ayol mana amdi talay azoblarga mubtalo bo'lib, yangish oldida turadi.